Benyamin Netanyahu jahon sahnasida g'ayrioddiy bir narsani so'zladi. Biroq u aksar xalqaro hamjamiyat tomonidan rad etilganidan keyin BMT oldida e'lon qilgan narsa emas edi. Asl junbushga keltiradigan bayonot esa keyinroq amerikalik nufuzli shaxslar bilan yopiq uchrashuvda aytildi. U yerda Netanyahu Isroilning navbatdagi yirik egallovini oshkor qildi. Bu na bombalar, na chegaralar, hatto Iordaniya daryosining g'arbiy sohilini qo'shib olish bilan ham bog'liq emas. Mana uning so'zlari. Biz band bo'lgan jang maydonlariga mos keladigan qurollar bilan kurashishimiz kerak. Eng muhimlari ijtimoiy tarmoqlardir. Hozirgi paytda foydalanilayotgan eng asosiy tarmoq bu TikTok. Bu birinchi raqamli. Netanyahu keyingi maqsadi qayerga qaratilganligiga ishora qildi. Ya'ni deyarli dunyodagi eng mashhur ilova TikTok ustidan nazoratni qo'lga kiritish. Shu paytda Oracle asoschisi va milliarder Larry Ellison ilovaning kelajagida markaziy o'rinni egallash uchun o'zini joylashtirayotgan edi. Bularning barchasi juda tez sodir bo'layotgani xavotirli va bu vositalar global voqealarni shakllantirishda qanchalik kuchli bo'lib qolganini ko'rsatadi. Netanyahu buni yaxshi tushunadi. Ellison ham xuddi shunday. Ammo keyingi bosqich faqat videolar, roliklar yoki falastinliklarning kontentini jim qilish haqida emas. Gap siz nimani ko'rishingiz, uni qay yo'sinda ko'rishingiz va sizni o'rab turgan raqamli dunyoni yashirin ravishda boshqaruvchi siyosatlar ustidan nazorat haqida ketmoqda. Xo'sh, qanday qilib bu egallov siz hech qachon birga ishlaydi deb o'ylamagan vazirlar, milliarderlar va strateglarni bog'lab turgan yashirin tarmoqni fosh qiladi? Keling, buni bilib olaylik. Bir necha oylardan beri falastinliklar va ularning tarafdorlari TikTok ularning ovozini yashirincha bosayotganlikda ayblab kelishmoqda. Hashtaglar o'chirildi, videolar olib tashlandi, akkauntlar cheklab qo'yildi va bu haqiqatdan uncha uzoq emas. Hisobotlarga ko'ra, TikTok Falastinni qo'llab-quvvatlovchi kontent yaratuvchilarga qarshi keng ko'lamli bosimni kuchaytirgan, videolarni o'chirgan, izohlarni tozalagan va hatto G'azo haqidagi postlarni ham yashirgan. Sentyabr oyida kompaniya yangi jamoa qoidalarini joriy qildi. Bu esa foydalanuvchilarga Isroil mudofaa kuchlarini terrorchi deb atashni taqiqladi. Algoritmlar esa avvalgi postlarni yashirincha o'chirayotgan edi. Foydalanuvchilar Falastinga ozodlik izohlarining real vaqtning o'zida g'oyib bo'layotganini tasvirlab berishdi. Isroilning urush jinoyatlarini aks ettiruvchi butun arxivlar olib tashlanmoqda. TikTokning Falastin kontenti va G'azoda sodir bo'layotgan voqealarga oid yangiliklarni senzura qilayotgani aniq. Do'stlar, va bu endi biroz haddan oshib bormoqda. Endi esa bu o'zgarish markazida TikTokning yangi hate so'zlarga qarshi siyosat bo'yicha menejeri Erika Mendel turibdi. Uning tarjimai holichi, sobiq Isroil mudofaa kuchlari o'qituvchisi. Hozirgi vazifasi esa falastinliklar nimalarni aytishiga nazorat o'rnatish. Shu bilan bir paytda AQSh va Buyuk Britaniyadan chiqqan kontentlar ham bezovta qiluvchi ohang kasb eta boshlagan. Masalan, AQSh hukumati videoni chiqardi va noqonuniy migrantlarni ta'qib qilishni Pokemon tutishga o'xshatib ko'rsatdi. Yoki hatto Buyuk Britaniya bosh vaziri Keir Starmerning Instagramdagi keskin videosi. U noqonuniy migratsiya mavzusidagi videolarda shunday ma'noda gapirgani haqida. Bu deyarli shunday taassurot uyg'otadi. Dastlab ozuqa kinolaridagi kelajak tasavvurlariga o'xshaydi. Faqat bu safar hammasi real vaqt rejimida sodir bo'lmoqda. Shu orada AQShdagi influenserlar Isroil tarafdori xabarlarni targ'ib qilishga jalb qilinmoqda. Men aytmoqchimanki, shunchaki bu g'alati videolarga qarang. Influenserlar Isroilning gaplarini qayta qadoqlashmoqda. Bu juda absurd. Agar men Isroil bo'lganimda, G'azoga hattoki juft paypoq ham bermas edim. Bir juft paypoq ham bermas edim. Lekin mana shu barcha yordamni ko'ring. Sizlar mavjud emas deb da'vo qilasizlar. Endi men bilan birga yurib ko'ring. Men G'azoda turibman va ko'rganim oziq-ovqat, suv va imkoniyatlar. Ammo Hamas tez tayyor bo'luvchi lag'monlarni taqsimlash o'rniga ular barchasini o'zlari iste'mol qilmoqda va shuning uchun ularning liderlari Ozempikda. Nega siz islom davlatlaridan birortasiga falastinliklarga oziq-ovqat tarqatishni buyurmayapsiz? E'tiboringiz uchun u yerda neft bor, energiya, G'azoda energiya mavjud. G'azoda esa terrorchilar barchasini behuda sarflamoqda. Shunday qilib, agar siz hikoyani nazorat qilsangiz, tomoshabinlarni ham nazorat qilasiz. Va Amerikada aynan shu auditoriya eng muhimi. Shu sababli Netanyahu Larry Ellisonga murojaat qilmoqda. Biz sizga ilgari Larry Ellison haqida aytgan edik. Oracle kompaniyasining milliarder asoschisi, dunyodagi ikkinchi eng boy odam, Isroil mudofaa kuchlariga eng katta xususiy donor. Ellisonning ta'siri dasturiy ta'minotdan ancha kengroq. Uning o'g'li egalik qilayotgan Skydance Media hozir Paramount va CBS bilan birlashdi. Bu esa Ellisonlarga sizning ma'lumotlaringiz va ko'ngilochar kontentingiz ustidan ta'sir o'rnatish imkonini beradi.
Biz bularning barchasini avvalgi videomizda batafsil tushuntirganmiz va o'sha epizod hali ham tomosha qilishga arziydi. Endi Ellisonning shaxsiy boyligi nafaqat Oracle'ning serverlar va dasturiy ta'minot imperiyasini, balki Isroilning mudofaa byudjetini ham moliyalashtiradi. U Friends of the IDF kabi guruhlarga 10 millionlab dollar kiritgan. Ammo Donald Trump buni yanada kuchaytirdi. U Larry Ellison va Oracle TikTokning AQSh biznesini sotib olish bo'yicha 14 milliard dollarlik bitimda ishtirok etishini e'lon qildi. Bizda amerikalik investorlar uni egallab boshqarishmoqda. Juda murakkab va yuqori darajadagi tajribaga ega. Jumladan Larry Ellison va Oracle. O'ylaymanki, xavfsizlik, himoya va boshqa barcha jihatlarda juda katta rol o'ynaydi. Shunday qilib bizda juda katta yaxshi nazorat tizimi mavjud. Trump hatto stol atrofida bo'lishini istagan milliarderlar ro'yxatini ham e'lon qildi. Larry Ellison, Rupert Murdoch va Michael Dell. Xuddi shu Larry Ellison va Michael Dell Jerusalem Post tomonidan eng ta'sirli yahudiy milliarderlar qatoriga kiritilgan. Shuningdek, ular G'azoda Isroilning genotsidini moliyalashtirayotgan eng yirik yahudiy texnologiya milliarderlaridir. Bu ajoyib bayonotdir. Chunki bu faqat biznes bitimi emasligini ko'rsatadi. Bu siyosiy qurol. Dunyoning eng ta'sirli ilovalaridan birini Isroil tarafdori milliarderlarning tor doirasiga topshirish. Oracle shuningdek ijtimoiy tarmoqlar platformasining algoritmini audit qiladi. Bu esa u nima ko'rishingiz va nima eshitishingizni belgilash imkonini beradi. Ammo Ellison faqat texnologiyani moliyalashtiribgina qolmay, u siyosatni ham moliyalashtirmoqda. U ta'sir o'tkazish kompaniyalariga yuzlab million dollar sarflagan va bu oqimdan eng katta foyda ko'rganlardan biri Tony Blairdir. Va mana shu joydan boshlab bu hikoya yanada g'alati tus oladi. Ellison kamida chorak million funt sterlingni Tony Blair institutiga yo'naltirgan. Bu esa think tank, tahliliy markaz uchun juda katta summa hisoblanadi. Tony Blair instituti oddiy tahliliy markaz emas. Buyuk Britaniyadagi siyosiy markazlar yiliga atiga bir necha million bilan kifoyalanayotgan bir paytda TBIning aylanmasi 145 million funtgacha oshgan va u 45 dan ortiq mamlakatda qariyb 1000 nafar xodimga ega. Lighthouse Report va Democracy for Sale tergov jurnalistlari aniqlashicha, TBI Oracle bilan birgalikda maxsus yig'ilishlar o'tkazgan va bu yig'ilishlarda Larry Ellisonning texnologik uskunalarini rivojlantirayotgan mamlakatlarga konsalting niqobi ostida taklif qilgan. Sobiq Britaniya maslahatchisi jurnalistlarga ochiqchasiga shunday degan: TBIning roli rivojlanayotgan iqtisodlarga borib, ularga Larry Ellisonning texnologiyalarini sotishdir. Oracle va TBI bir-biridan ajralmas darajada bog'langan. Endi institut bu fikrni rad etadi. Ularning aytishicha, xayriya mablag'lari himoyalangan. Biroq Ellisonning moliyaviy yordami Blairning ta'sir doirasini Britaniyada ham, xorijda ham ancha kengaytirgan. Ta'sir o'tkazish bu bir masala, ammo bu yerda ta'sir hisobotlar, strategik raqamlar va hamkorliklar orqali xayriya va boshqaruv niqobi ostida sotilmoqda. Va Tony Blairning o'zi esa shu platformadan foydalanib, siyosiy sahnaga katta qaytishni rejalashtirmoqda. Tony Blair Yaqin Sharqda bir narsa bilan esda qolgan: Iroq bilan. Men Britaniya qo'shinlariga Iroqda harbiy harakatlarda ishtirok etish buyrug'ini berganman. 2003-yilda ommaviy qirg'in qurollari haqidagi yolg'on asosida boshlangan Iroq bosqinini olib borgan Britaniya bosh vaziri. Ko'pchilik hanuzgacha uni urush jinoyatchisi deb ataydi. Lavozimini tark etgach, Blair Yaqin Sharq bo'yicha to'rtlik vakili deb tayinlangan edi. Ammo u Isroil tarafini himoya qilgani, Isroilning bosib olish va ko'chmanchilar siyosatini qo'llab-quvvatlagani hamda Falastin davlatiga oid hech qanday yutuqqa erishmagani uchun keskin tanqid qilingan. Ba'zi xabarlarga ko'ra, Blair Buyuk Britaniyadagi Yahudiy Milliy jamg'armasi xayriya tashkilotining faxriy homiysi sifatida ro'yxatga olingan. Bu jamg'arma Isroilga va aytilishicha uning harbiy kuchlariga xayriya mablag'lari ajratadi. Shunga qaramay 2025-yili uning ismi yana sarlavhalarga chiqdi. The Economist va Isroil ommaviy axborot vositalaridagi xabarlarga ko'ra, Tony Blair G'azo xalqaro o'tish ma'muriyati, qisqacha GITA deb ataluvchi tuzilmani boshqarish uchun tayyorlanmoqda. Bu esa BMT ko'magi ostida G'azoni 5 yil davomida amalda boshqaradigan organ bo'ladi. Ma'lumotlarga ko'ra, ushbu tizimga atiga bitta falastinlik vakil kiritiladi. Tony Blair esa xalqaro amaldorlardan iborat kengashga raislik qiladi. Biz buni to'g'ri amalga oshiramiz va boshqa mamlakatlardan rahbarlarni jalb qilamiz. Ular juda nufuzli shaxslar bo'ladi. Bizda kengash bo'ladi va kengashda bo'lishni istayotganlardan biri Buyuk Britaniyaning sobiq bosh vaziri Tony Blair. Yaxshi odam, juda yaxshi odam. Avgust oyida Blair hatto Oq uyda Trump bilan uchrashuvda qatnashib, G'azodagi urushdan keyingi kun rejalarini muhokama qilgan. Endi Trumpning maxsus vakili Steve Witkoff, biz ilgari bu kanalimizda yoritgan ta'sirli shaxs. Shuning uchun o'sha videoni ham ko'rib chiqing. Bu taklifni juda keng qamrovli deb ta'riflagan.
Biz ular uchun muvaffaqiyatli sharoit yaratishimiz kerak. Biz ishonch hosil qilishimiz kerak. Bu bir hukumatdan boshqasiga boshqaruvni topshirish uchun murakkab bitim. Toni Bler rahbarlik qiladimi? Demak, uning Iroq urushi merosi bilanmi? Menimcha, agar Toni ishtirok etsa, u juda yaxshi ish qiladi degan edi. Lekin keling, aniq aytaylik. Bu qayta qurish rejasi emas. Bu ko'chirish rejasi. Ular ixtiyoriy migratsiya haqida ochiq gapirishgan va biz buni allaqachon ko'rdik. Isroil tinch aholining uylarini bombalab, ularni ko'chishga majbur qilmoqda. Endi esa yana bir bor Iroqni vayron qilgan odam G'azoni qayta tiklash uchun chaqirilmoqda. Bu yana o'sha mustamlakachilikning takrorlanishi. Faqat insonparvar boshqaruv niqobi ostida. Tarix soyasini bu yerda ko'rmaslik qiyin. Britaniya amaldorlari yana Falastinning taqdirini shakllantirish uchun qaytmoqda. Xuddi ular mandat davrida qilganidek. Bu esa zo'ravonlik va yerlardan haydalish izlarini qoldirgan edi. Go'yo bu mustamlakachilik xotirasizligi holatiga o'xshaydi. Endi bularning barchasini birlashtirib ko'ring. Netanyahu TikTokni Isroilning kelajagi uchun eng muhim qurol deb e'lon qilmoqda. Larry Ellison, IDFning milliarder donori, TikTokning AQShdagi ma'lumotlarini nazorat qilish pozitsiyasini egallagan. Endi esa Toni Bler, Ellisonning moliyasi bilan qurollanib, o'zini G'azoning o'tish davrini boshqarayotgan odam sifatida tanitmoqda. Bu tarmoq milliarderlar, siyosatchilar va urush jinoyatchilari hamkorlik qilayotgan tarmoq. Ular nafaqat yer ustidagi hududlarni nazorat qilish uchun, balki internetda bu hududlar haqida aytiladigan hikoyalarni ham boshqarish uchun birlashgan. Chunki ijtimoiy tarmoqlar davrida G'azo uchun kurash, bu sizning ekraningiz uchun ham kurashdir. Urush endi faqat dronlar va bombalar bilan olib borilmaydi. U rivoyatlar, ta'sirlar va algoritmlar bilan ham yuritiladi. Agar Larry Ellison va Toni Bler o'z yo'lidan yursa, oddiy falastinliklarning ovozi sizning lentangizga chiqmasdan turiboq jim bo'lishi mumkin. Chunki bu yangi raqamli urush davrida eng xavfli jang maydoni bu sizning e'tiboringizdir.